Assalomu alaykum, foydali maslahatlar kanalimizning aziz muxlislari. Bugungi mavzuyimiz sho'rdanak dardga darmon ne'mat. Mutaxassislar o'rgangan o'rik mag'zining tarkibi xususida shunday deyish mumkin. Unda avvalo boshqa mahsulotlarda deyarli uchramaydigan PP, B17 vitamini bor. Shuningdek, o'rik mag'zida minerallardan temir, fosfor, kaliy, natriy, magniy, kaliy mavjud. Agar mag'iz shirin bo'lsa, bu unda o'rik moyi ko'p ekanidan dalolat. Negaki o'rik moyida C, B, A, F vitaminlari, moy kislotalari, fosfolipidlar bor. O'rik mag'zi saratonni profilaktika qilishdan tashqari gijjaga qarshi tabiiy ozuqa hisoblanadi. Shuningdek, yurakni quvvatga to'ldiradi, ichaklar mikroflorasini yaxshilaydi, qon aylanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi, ko'rish qobiliyatini kuchaytiradi, terini tiniqlashtiradi, bronxit, ko'kyo'tal, nefritda foydalidir. Mazasi yoqimli bo'lgani uchun hamma birdek sevib iste'mol qiladi. Biroq foydali xususiyatlari ko'p bo'lsa-da, asalning ham ozi shirin. O'rik danagining shirin mag'zi yarim to'yinmagan yog' kislotalari, mineral moddalar va vitaminlardan tashqari sinil kislotani ham o'zida saqlaydi. Kattalar uchun 10 donadan ortiq o'rik mag'zi iste'moli tavsiya etilmaydi. Sho'rdanakni sevib iste'mol qiluvchilarga ham uni ko'p tanovul etish zararli ekanini aytib o'tsak. U qancha mazali bo'lmasin, iste'mol qilishda me'yorni bilish shart. Ayniqsa, yurak-qon tomir tizimi va buyrak kasalliklari, shuningdek me'da-ichak tizimida muammosi borlar sho'rdanak yeyishdan tiyilishlari kerak. Chunki o'rik danagi tarkibida nafaqat amigdalin glikozid, balki tuz ham ko'p. Shu bois bu tanada ko'p miqdorda suyuqlik to'planib qolishiga sabab bo'ladi. Natijada bu narsa badanda shish hosil qilishi mumkin. Sho'rdanakni tayyorlash usuli: kerakli masalliqlar: o'rik danagi, tuz va kul. Tayyorlanishi: eng avvalo keraklicha o'rik danagini ehtiyotkorlik bilan bolg'acha bilan yengil urib, chaqilgan holatga keltiring. So'ngra danaklarni namakob toki suvi qolmaguncha qaynatasiz. Kengroq qozonga danaklar solinib, qo'l bilan aralashtirilsin. Qozon tagini yoqib, barcha danaklar yaxshi qovurilguncha taxminan 20-30 daqiqa kovlab turgan holda pishiring. So'ngra danaklardan 1-2 tasini qurigan-qurimaganini aniqlash uchun yeb ko'ring. Me'yoriga yetgan bo'lsa, olovni o'chirib, biroz tekis yuzaga danaklarni bir tekis yoying. Sovigach iste'mol qilishingiz mumkin. Sho'rdanak tayyor, yoqimli ishtaha.